2026 Chevrolet Tahoe modeli katta SUV segmentida yanada mukammal ko'rinish va zamonaviy texnologiyalar bilan namoyon bo'ladi. Ushbu video davomida biz Tahoening umumiy dizayni, texnik ko'rsatkichlari va kundalik foydalanishda beradigan qulayliklari haqida batafsil gapiramiz. Old qismi yanada agressiv va ishonchli ko'rinishga ega bo'lib, yangi LED faralar va keng radiator panjarasi bilan yo'lda darhol e'tiborni tortadi. Kuzov o'lchamlari katta oilalar va uzoq safarlar uchun yetarli joy taqdim etadi. Salon ichki qismi premium materiallar va zamonaviy ergonomika asosida yaratilgan. Keng o'rindiqlar, sifatli charm qoplamalar va yumshoq plastiklar haydovchi hamda yo'lovchilar uchun yuqori darajadagi qulaylikni ta'minlaydi. Old panelda katta raqamli displey joylashgan bo'lib, u multimedia, navigatsiya va avtomobil sozlamalarni oson boshqarish imkonini beradi. Ovoz tizimi aniq va toza tovush berib, uzoq yo'llarda ham zerikishni kamaytiradi. 2026 Chevrolet Tahoe texnik jihatdan ham kuchli imkoniyatlarga ega. Kuchli dvigatel variantlari silliq tezlanish va barqaror harakatni ta'minlaydi. Avtomatik uzatmalar qutisi yumshoq ishlaydi va yoqilg'i sarfini nisbatan samarali darajada ushlab turishga yordam beradi. Toliq yoki orqa gildirakdan tortish tizimi turli yo'l sharoitlarida ishonchli boshqaruvni kafolatlaydi, ayniqsa qishloq yo'llari yoki yengil off-road holatlarda. Xavfsizlik masalasida Tahoe zamonaviy yordamchi tizimlar bilan jihozlangan. Avtomatik tormozlash, kor nuqta nazorati, adaptiv kruz nazorati va yo'l bo'ylab harakatni ushlab turish funksiyalari haydovchining ishini ancha yengillashtiradi. Bu funksiyalar nafaqat qulaylik, balki oila a'zolari uchun ham yuqori darajadagi himoyani ta'minlaydi. Katta SUV bo'lishiga qaramay, mashina boshqaruvda ancha barqaror va ishonchli seziladi. Bagaj qismi keng va funksional bo'lib, 3-qator o'rindiqlari buklanganda juda katta yuk joyi hosil bo'ladi. Bu esa sayohat, savdo yoki sport anjomlarini olib yurishda katta